Assalomu alaykum, hurmatli brifingimiz ishtirokchilari. Bugun Yangiyer shahrida yangi loyihalar, investitsiyalar ertangi kun uchun poydevor mavzusida qisqacha hisobot berib o'tsam. Shahrimizda investitsiya loyihalarini amalga oshirish orqali aholi bandligini ta'minlash, yangi ish o'rinlari yaratish hamda tizimli ishlarni amalga oshirish bo'yicha bir qator loyihalar amalga oshirildi. Joriy yilda umumiy qiymati 64,3 milliard so'mlik 11 ta investitsiya loyihalari ishga tushirildi. Ushbu loyihalar natijasida 52 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Jumladan qo'shma korxona tomonidan polietilen quvurlar ishlab chiqarish loyihasi ishga tushirilib, 10 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Rongtong MChJ tomonidan chiqindi idishlarni qayta ishlash orqali alyuminiy lom ishlab chiqarish tashkil etilib, 15 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Zokir Sardor MChJ tomonidan xo'jalik mollari savdosi yo'lga qo'yilib, 5 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Shuningdek, 2026-yil birinchi yarim yilligiga qadar umumiy qiymati 15 million dollarlik 8 ta yangi loyihalar ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Jumladan, Sunny Golden Oil MChJ xorijiy korxonasi tomonidan qiymati 7 million dollarlik o'simlik yog'i ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilib, 25 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Jfeng Seed Technology MChJ tomonidan qiymati 5 million dollarlik paxta chigitini qayta ishlash va unumdor urug' yetishtirish loyihasi ishga tushirilish hisobiga 20 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Albatta, amalga oshirilayotgan har bir loyiha ortida eng avvalo inson manfaati, aholi bandligi va oilalar daromadini oshirish maqsadi turibdi. Bugun Yangiyer shahrida amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat raqamlarda, balki yangi korxonalar, yangi ish o'rinlari va aholi uchun yaratilayotgan qulay sharoitlarda ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Hisobotim tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.